Hurmatli obunachilar hamda kuzatuvchilar, hammaga salom. Mana biz bog'da olxo'rlarimiz bilan tayyor bo'lib qolyapti. O'zi qorayishni boshladi. Xudo xohlasa 5 kunda tayyor bo'lib qoladi. O'zi kattalashib, qorayib, pishishga tayyor bo'lyapti. Mana bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Sog'dan yaqindan ko'rishamiz. Hozircha bizni boqqa shunaqa yangiliklar. Qolgan mevalar ham pishishni boshlayapti. Bizni boqsalarga yoqqan bo'lsa, podpiska, like bosib qo'yasizlar degan umiddamiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Obunachilar hamisha sog' bo'linglar.